Hammaga assalomu alaykum. Challenge'imizning ikkinchi qismi hozir nima bo'lgan jarayonlari bilan ko'rsatib ketaman. Qani ketdik. O'tgan safar videomizning birinchi qismini joyladik. Hozir ko'rib turganlaringdek, oldingi holatda bu devorimiz bor edi. Devorni polni olib tashladik. Bu birinchi etapi bo'ldi. Ikkinchi etapi polni patologida olib tashladik, yechib tashladik. Birinchi qiyinchiligimizni o'tib oldik. Bu esa bizning devorlarimiz edi. Endi esa men sizlarga ikkinchi qiyinchilikni ko'rsatib ketaman. Bu bizning kanalizatsion trubamiz. Buni biz polni almashtirishimiz kerak bo'ladi yangi trubalarga. Ko'rib turganlaringdek, shaxtamiz bitta joyda joylashganligi uchun bizning kuxnyamiz proyekt bo'yicha, loyiha bo'yicha mana shu yerda joylashgan va bilasizlar, qonun bo'yicha обязательно kanalizatsiyada slif bo'lishi kerak va uni agarda qiziq bo'lsa, qanaqa qilib tortib kelishimizni bizni kuzatishda davom eting. Ko'rib turganlaringdek, devorlarimiz buzildi, patologimiz yechildi va keyingi bosqichda musorlarni olib chiqamiz, devorlarni tozalaymiz va devorlarni ko'taramiz. Santexnika, elektrika bo'ladi. Ha, aytgancha aktualniga o'tsanglar, proyekt urda bor. Har bitta jarayonni bosqichma-bosqich ko'rib olsanglar bo'ladi.